mehmonlarga to'yda pishirib qo'yib-ba. Undan ko'ra sen mollarga suv ber, sen to'g'rilig'idan ber. Qisib o'tiringlar, короче. Dada, chuqurimi? Yana almakashlik qilib mana turkichagingizni olibsiz-da. Bu bilan endi kindigimiz birda. Biz dadam bilan 5 minutga ajralsak, kindigimiz uzun bo'ladi. O'zim. 7 kere 6. 42. 9 kere 8. 72. 1241 ga 87 ni qo'shsa nechi bo'ladi? Shuni ham bilmaysizlarmi? Bor, xulqimni chapkada ketirib pishiraman bu ikkosini hozir. Nima qizim? 2 ga 3 ni qo'shsa nechi bo'ladi? 6. To'ppa to'g'ri. Nima yeylisizlar? Matematikaga o'zgartirish kiritilibdi. Bugun axborotda aytdi. Endi 2 ga 3 ni qo'shsa hozir 6 bo'lyapti ekan. Mana desizlar qizim. Qirolicham ko'chaga chiq. Ya biziq tegirmanmisizlar? Mana normal qo'shiq aytinglar. Dada shik madamshikni aytib beringmi? Bolam, parasatingda ishlayat, to'yma bo'lsang, madamshikda aytgani. Bo'lmaydi. Shik madam. Bosur bolam, sen eklang pirlatib o'ynayverasan, tushundingmi? Yo tavba, o'lmas kashik jon tuxumning ichida dadalar joni qizning ichida bo'ladimi deyman? Bozordan kimga nima olib kelaydi? Dedi, shashlik. Hozirga qarang. Ichchi yaxshiroq narsa ayt. Sen maloshli ko'kres nimaligini bilasanmi? Rossiyada ishlab chiqarilgan. Ichidan kuponchiqsiz samakat yutib olasan. Undan tashqari 15 ta ko'kres qog'ozini yig'ib olsan, yana bitta ko'kresni tekinga berishadi. Hamma do'konlarda bor. Meni qizim nima tanlashni yaxshi biladi. Senlar tuzuk ham tushsan. Jo'lim. Yo, rostdan ham dadasi tuvdimikin? Yo'q. Maloshli ko'kres rossiyskiligini bilib hamma magazindan talab ketibdi-ku. Maloshli ko'kres hozir nomer 1da, yaxshi ham oxirida ikkitaga ulgurib qoldim. Bo'lmasa tilla qizimdan o'limichi gapni eshitdim. Dada, rostdan ham yana sut chiqqansiz-a? Hammani oldida aytib gapirib bo'lmaydi qizim. Qo'shni xijolat bo'lmang. Meni ham dadam tuqqan.